ertalab ham tushibdi. Soat necha bo'ldikina? Kechasi bilan Instagram ko'rib. Soat 4 bo'pti-yu. Voy, qancha uxladim men. Voy, bugun ish ham qilish kerak edi. Betim yuvib olmasam bo'lmaydi. Ovqatlanib olay. Qani, voy, ovqatlarim ham kam qolyapti ekan. Birorta ish qilish kerak. Ishga sekin o'tiramiz. Kam-kamdan yemasam, bizneslarim tugab boryapti. Birorta ish so'rayman birortasidan. Daraxtchidan ish so'rayman. Sotuvchilarning oldiga borsam, yo'llarni ham asfalt qilish kerak. Yetib keldik. Xo'sh. Assalomu alaykum, bro, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Ha, nima kayfiyatingiz yo'q? Ishim bo'lmasa o'ylayman, bolalar. Xo'p, bro, birorta ish yo'qmi? Bor. Bitta tapor beraman. Sen borib daraxt chopib, daraxtchiga berasan. Uning resurslari tugayapti, menga pul berdi. Xo'p, qancha berasiz? Xo'p, mag'bunat 10 ta izvorot. 10 ta? Mayli, roziman. Xo'p, unda ishingni boshlayver. Savdoqda bor tapor. Xo'p. Mana. Ketdim. Xo'p, bo'pti. Bular cho'ta kayfiyat yo'q. Bugun nima bo'ldigina? Oilaviy muammolar. Men ketdim daraxt chopib kelay. Xo'p, charchab ham ketdim. O'ta kam narx berdi. Men bu akaga berishim kerak. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qandaysan? Yaxshi. Men sizga daraxt berishim kerak ekan. Ha, xo'p. Men aytgandim bunga, taporchiga. Xo'p, mana sizga 20 ta daraxt. Sizlarda ham pul ko'payib ketibdi-yu, ha? Ha, endi daraxt sotish oson ish emas. Berib qo'ydim daraxtlarni. Menga 10 ta izumrud berasizmi? Albatta, olur. Taporchi. Senga sovg'a. Cho'ta kayfiyat yaxshi. Nima bo'ldi? Tushunmayapman. Odamlarga ham hayronsan. Ketdim men borib jiddiy dam olay. Ertalab ham tushibdi-yu. Soat necha bo'ldikina? Kecha charchab, normalni uxlab qo'yibman-u. Bitta qo'limni yuvib olay. Narsa yeb olmasam bo'lmaydi. Nonni ham bir burda qolibdi xolos-ku. Tugadi. Xo'sh, tapor oldimmi kecha? Mana 10 izumrudim bormidi? Kecha ishlaganimga bergandi. Mana bobomda qolgan yer bor-da. Agar marshga bitta biznes qilib, bitta o'zimda uy qurib, unga arenda qo'ysam-chi? Yaxshi fikr. Men ketdim. Men kirka sotib olaman borib. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Qani, men kirka sotib olmoqchi edim, toshli. Qanchadan edi? Toshli kirkalarimiz 500 izumruddan. 500 izumrud, yaxshi. Men sotib olaman. Oson bo'ladimi? Albatta. Hop. Bitta 500 izumrud qo'yamiz. Tap qo'yamiz. Keyin bitta toshli kirka olamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Hop, ketdim. Yaxshi. Endi borib shaxtaga tosh yo'lab kelamiz. 2-3 ta tosh bo'lib ketibdi-yu. Oshiqchasi hech narsa qilmaydi. Endi borib joyimizni qurishni boshlaymiz. Bizga taxta kerak. Men borib taxta ham olib kelay. Xo'p, men 16 ta taxta oldim, sumkamga solib oldim. Xo'p, endi borib sekin shunaqa strukturada qurishni boshlaymiz. Bizga oyna kerak. Oyna uchun qum kerak. Qum bitta, ikkita, uchta.
3 ta oyna bo'lsa, biz qanaqa bitta bo'lib o'ynayotganimiz uchun ketadi-ya. Mayli, bir 5 4 tashlagan yetadi. 5 ta. Men oldimdagi bratanni ishlatsam ishlamoqmasa kerak. O'zim qo'shnim yo'q. Menga taxta kerak, taxtam bor. So'tim uyda ham yo'q bo'lsa kerak. Baribir ishlatilmayapti. Hop. Bitta taxta qo'yamiz. Hop. Ulguran yetadimi? Endi ikkita qo'ysak-chi 3 ta. Bo'ldi, bu o'zi ishlab turiladi. Agar yetmasa yana taxt topib kelaman-da endi. Hop, hop, hop. Hop. Oh. Betga 1 2 3 tur. Yo'q, yetmas ekan. 1 2 3 tur. Ham borib taxt topib kelsam. Oo, billarim og'rib ketdi-yu. 48 da bo'pti. Hop, 1 2 3. Men banshatni tezda qurib olsam-u, tezroq arendaga berarmidim. Hop. Qumlarga ham qarash kerak endi. Birinchi qurib olsam, keyin qumlarga qarab kelaman. Yaxshi. Juda qiyin bo'lmayapti-mi? Toshimni qayerga qo'yganman? Eshigini ochamiz. Mana toshim. Ertalab narsa yeganimcha tuz tortganim ham yo'q. Hop. Hoppa. Hop. Endi hamma joyini qurdim-u, o'sha qiynagan. Endi pastini. Hop, bizga verstak kerak. Bu yerga qo'yamiz. Hop, bizga znapoya kerak. Bu shinamlik uchun. O, quraman. Opa, shunda. Opa, yaxshi. Endi pastani taxtada qilishimiz kerak. Past. Opali. Opa, yaxshi. Va endi tomini boshlaymiz. Bunga chiqib olishimiz kerak, mayli. Yer olamiz. Qani 1 2 bo'ldi. Bu yerda qaytib joyiga qo'yamiz. Buni bir qo'yamizda va buni bu yerga qo'yamiz. Hop. Qani bunga ham bitta. Qani yaxshigina. Hoppa. Xo'sh, mashinacha qurdim. Endi borib daraxt sotib olishim kerak. Yetmay qoldi. Bor, 5 taga bera olasizmi? Ha, ol. Hop, 5 tani solamiz. Hop, 1 2 3 4 5 6 8 9 10. İşten oldik, endi borib verstakka solamiz. Hop. Tap. Xatolik. Yo'q, kerak. Yaxshi. Endi hamma ishni ertaga qilaman. Charchadim. Hop. Charchab. O'lguday charchadim.